Bu o'sha trendga chiqqan chopperda tayyorlangan keks, bu esa meniki. Do'stim, siqilmang. Hali hayot sizni ko'p siqadi. Erta tongdan mana shu trenddagi keksni tayyorlay deb, erta tongdan tovuqlarimni bezovta qilib tagidan 4 ta tuxumni olib keldim-da, shattillatib chopperga tiqdim. Va 3 piyola shakar soldim, 1 piyola moy soldim, 3 piyola kefir, 3 piyola un solib, bir mayda qoshiqda chang suvda sug'ordim. Orada bu yaramas chopperim ham ishlamay qoldi, bilmadim nimaga ishlamay qoldi endi. Bitta trendda keks tayyorlayman deb chopper ham buzildi. Keks qolipimizni sariyog' surtib olib, tayyor bo'lgan massani keks qolipiga yaxshilab qo'yib olamiz. Ustidan men malina, yo'q, malina emas bu, smarodina qo'ydim. Xamirimni yarmi ortib qoldi, sig'ma. Ha mayli, taslim bo'lmaymiz-da, o'zimga motivatsiya berib ishni davom ettirdim. Mana shunaqa 4 ta piyolachadan qolipcha yasadim. Hali bundan da zo'r janglar ko'rsataman inshaalloh. Va nihoyat kekslarimiz pishdi. Ko'rinishdan juda ham ajoyib. Sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Bilmadim bu yerda qayerda xato qildim, lekin qolipim keksni yarmini o'ziga olib qoldi. Biz albatta taslim bo'lmaymiz. Bu qilgan ishimizni albatta nimadir bilan yashirishimiz kerak. Bizga yordamga qand upasi keldi. Hamma ish qilig'ing menga yoqmaydi, bilasan. Shu yerda maqtanishim mumkin. Vau, juda ham chiroyli chiqdi va juda ham zo'r pishdi deb. Lekin afsuski, ichi pishmagan.